Assalomu alaykum hurmatli Vodiy Uch kanal kuzatuvchilari, hammalarga xayrli kun. Mana o'sha bizdan ko'pchilik so'ragan, aka beshalar qurol olmoqchiman, 10 yil stajim bor. Lekin agar bitta olsam maza qilib ishlatadigan qurol olay, zo'r ishlasin yillar davomida degan insonlar uchun mana hozir menga bitta qurol keldi. Endi to'g'ri ozgina muammo bilan keldi. U endi muammo har kunda uchraydigan muammo. Men sizlarga hozir bitta bu qurolni ko'rsataman. Sizlar bundan oldin menga bitta like, bitta podpiskani bosib qo'ysizlar. Esdan chiqarmaysizlar. Hozir bir qator ko'rsataman sizlarga bu qurolni. Xo'p, mana bu qurolimiz Fabarim Leon A38 Lux. Mana shu qurolning holatini ko'rishlar mumkin. Qurol italyanskiy qurol, 12 kalibr, gazotvodniy qurol, stol uzunligi 71, o'sha aviatsionniy alyumin ishlatilgan blok. Mana shu qurolga necha yil bo'ldi deb o'ylaysizlar ishlatilayotganiga? Mana egalarining aytishi bo'yicha, endi egalar yolg'on gapirmaydilar. 15 yil bo'libdi qurol bo'lganlariga. 15 yil oldin shu qurolni 3 ming dollarga olishgan ekan. Toshkentdan olib kelishgan ekan. 15 yil ichida qurolda o'zi otish borasida hech qanaqa muammosi yo'q. Endi o'zlaridan ishlatish bayida endi hammada uchraydigan narsa, misol mana zatvorchi sinib qolgan ekan, buni qidirib qo'yishgan ekan. Endi buni men kelgan sababi o'da yurganda yonboshdan tushganda miltiq ustiga tushgan ekanda qo'ndog'ini yorib qo'ygan ekanlar. Sevgi qo'ndoq yorilgan edi. Biz hozir bu qo'ndoq sevgilar endi bu qurolni qo'ndoq sevgilar topish muammoligi uchun mana ko'ryapsizlar, qo'ndoqlar mana yorig'i bor edi. Ularga damaskalarni qilib, kliplarni qilib, proshnya qilib, sevgisi deyarli bilinmaydi yorig'i. Shu ishlarni qilib berdik. Lekin qurol men hozir o'zim ichini ochib ko'rdim, mexanizmlarini ko'rdim. Mexanizmlari juda ham zo'r. Mo'ljalga olinganda ham diski posadkadagi plankalar bilan juda ham mo'ljalga tushishi oson. Miltiq juda ham yengil. Egalari mana maza qilib ishlatgan ekanlar. Mana olmoqchimisizlar? Mana marhamat sizlarga. Fabarim Leon A38 Lux. Lekin qurolga men maza qildim. Qurol просто super. Xudo xohlasa o'zimga bir niyat qildim bu quroldan. Hozir ko'rishlar mumkin. Lekin 15 yil ishlatilgan demaydi, bu qurolni kimdir ko'rsa aniq bu. Men 100% aytaman. Bu qurolni ko'rgan odam 15 yil ishlagan demaydi. Mana ko'rishlar mumkin. Bu qurolda odatiy beshotlarga nisbatan zator qo'yadigan knopkasi bu tarafda ekan. Hozir to'g'ri topamiz. Mexanizm вообще zo'r. Mexanizm gazov vtulkasi ham noodatiy. Men sizlarga bir qator ko'rsataman. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'pincha beshotarlarda, gazotvodniy qurollarda gaz, endi gazotvod deganim bu o'sha stoldan chiqayotgan gaz hisobiga zator o'zini o'zi zaryad qiladi. Bunday xuddi shunaqa stolda ikkita eshigi bor. Mana bu gazotvodniy vtulka. Bu rossiyskiy qurollar, turkiy qurollar ko'p aksariyatida mana shu gazov vtulkani gazi mana shu magazinning vtulkasi o'zi bo'ladi. Bunda men bu yerda mana qo'shimcha vtulka turibdi. Bu yechilib adini tozalanar ekan. O'sha gazov vtulka yechib tozalash juda oson ekan demoqchiman-da buni. Ko'pchilik qiynaladi gazotvodni shu narsasiga. Lekin bunda mana gazotvodniy vtulka alohida. Mexanizmi qo'yilib 15 yil ishlagan qurol. Lekin yiliga yo'q deganda 1000 ta o'q otishadi. Yo'q deganda 1000 ta o'q ochadi. Bunda kiyikmi, o'sha nima kabandami hamma narsani otganman deyapti. Yurib nasib qilsa yaxshi kunlarda yana xudo xohlasa 15 yilda xizmat qilsam, yaxshi niyat qilganlar bitta like, xudo xohlasa bu qurolni o'zimizga bitta olamiz. Xuddi shuna eksklyuzivniy qurollarda faqat bizning kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kimga mana shunaqa remont xizmatlari, qurollarda maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqa olasizlar. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.